Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlarda bizni doimiy qo'llab-quvvatlab kuzatib bo'layotgan qadrli yurtdoshlar. Qarshi xalqaro aeroportida turibmiz. Chiroyli mana shunaqa bir insonni tanishtirib o'tmoqchiman. Ijodkor, xonanda Azizbek Goyipov. Aziz aka, xizmatlar qanaqa bo'ldi? Zo'r, a'lo. Qarshi xalqaro aeroportida to'y atmosferasini yaratib bera olmasligimiz mumkin, lekin ba'zi bir savollar, javoblari bo'ladi. Har bir ijodkorning o'zini yo'nalishi, o'z qo'shig'i, o'z ovozi bor va o'ylaymanki, har bir ijodkor yana kimnidir qo'shiqlarini tinglaydi, eshitadi, o'sha ijodkorga taqlid qiladi. Aziz aka, shu kunlarda ko'proq qaysi ijodkorni qo'shiqlarini tinglaysiz? Bir do'stimiz bor, ajoyib. Biza qadrdonimiz Sherzodbek Jonibekov. Yo'nalishimiz bitta. O'sha rahmatli Mohidjon Xoliqovning ijodlaridan ketyapti lozim. Sherzodbek Jonibekov. Shaxsan o'zlari jo'natib qo'yamiz Sherzod akani. Bir umr maftuningman degan ashulari. Bir umr maftuningman, ishqingda tutquningman, laylisan majnuningman. To'y xizmatida shaxsan Azizbek Goyevdan ham eshitdim. Ustoz san'atkor Bahodir Mamatjonovning eng bir chiroyli taronalaridan biri, xalqimiz sevib eshitadigan qo'shiqlardan biri. Do'st haqidagi chiroyli qo'shiqni eshitdim. Juda ham chiroyli ijro etdi. Omadim yo'q, sezdingiz. Mendan umid uzdingiz, do'stim muborak bo'lsin, yangi topgan do'stingiz. Har ikkala ijodkorlarimizga ijodiga omad tilaymiz. Ijodkorlarimizni ham yo'lini ustoz san'atkorlarimizni yo'lidan bersin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlar bilan hamisha mana shunday chiroyli to'ylarda, nafaqat ijtimoiy tarmoqlarda birgamiz va eng chiroyli lavhalarni sizlarga yo'llab borishda harakat qilamiz. Aziz aka, yana bir chiroyli savollarimiz bor. Sherzodbek Jonibekovni nazarimda o'zini mualliflik qo'shiqlari juda ham ko'p. Bisyor. O'zini mualliflik qo'shiqlarini ham agar sevib ijro qiladigan bo'lsangiz, qaysi qo'shiqlarni ko'proq eshitasiz? Yuradi go'zal boshqacha, tirnog'idan qoshgacha. Yuradi go'zal boshqacha, tirnog'idan qoshgacha, yasam olib yondirar jonim mani mo'rnitsa. Yana qanday qo'shiqlar bo'ladi? Balosan, balosan, allam balosan, balosan, balosan. Balosan, balosan, allam balosan, 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 yuragimga davosan. Sherzodbek Jonibekovning ijodiga omad tilaymiz. O'ylaymanki, mana shu har ikkala san'atkorimiz, ijodkorlarimiz, ustoz san'atkorlarimiz